Bugun men barcha pensionerlarga juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot pensiya olayotgan har bir inson, shuningdek ota-onasi, buyisi yoki bobosi pensiyada bo'lgan har bir oila uchun kerak. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida berilmasa yoki bitta xatolik tekshirilmasa, odam oy o'ziga tegishli pulni to'liq olmasligi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda ortiqcha gaplarsiz pensionerlar nimalarga zudlik bilan e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rganman. Pensionerlarning katta qismi pensiya tayinlangandan keyin hammasi avtomatik bo'ladi. Endi hech narsani tekshirish shart emas deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya bir marta tayinlanib, keyin butun umr o'zgarmaydigan oddiy to'lov emas. İnsonning ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlari, qarindoshlik holati, nogironlik darajasi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yashash joyi, bank kartasi, plastik karta muddati, hatto hujjatlardagi familiya yoki ism yozilishi ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Oldin ko'p ishlar qog'oz orqali yuritilar edi. Odam arxivga borardi, eski ish joyidan ma'lumotnoma olardi. Pensiya bo'limiga bir necha marta qatnardi. Ba'zi ma'lumotlar qo'lda tekshirilgani uchun xatoliklar ham ko'p bo'lardi. Masalan, odam 30 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatda faqat 24 yil ko'rinishi mumkin edi. Natijada pensiya kamroq hisoblangan. Yoki ayol kishi farzand parvarishi davrini stajga qo'shtirishni bilmagan bo'lsa, bu davr hisobga olinmay qolgan. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni. Lekin men sizga ochiq aytaman, elektron baza borligi ham hamma narsa mukammal degan emas. Eski yillardagi ish joylari yopilgan bo'lishi mumkin. Arxiv hujjatlari to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Familiya nikohdan oldin boshqacha, keyin boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishi, qaysi staj davrlari kiritilganini tekshirishi va agar xato topsa, uni tuzatish uchun murojaat qilishi kerak. Bugungi kunda pensiya tizimida eng muhim masala shuki, pensioner faqat kutib o'tirmasligi kerak. Men har doim shuni aytaman. Pensiya bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning natijasi. Demak, uni tekshirish ham sizning haqqingiz. Agar pensiya miqdori noto'g'ri chiqsa, bu bir oyda kichik farqda ko'rinishi mumkin. Lekin 1 yil, 2 yil, 5 yil davomida hisoblasak, juda katta summa yig'ilib qoladi. Masalan, pensionerning pensiyasi noto'g'ri hisoblanib, oyiga 20 ming so'm kam chiqayotgan bo'lsin. Bir qarashda kimdir buni unchalik katta pul emas deb o'ylashi mumkin. Lekin engichi oyda bu 1 million 440 ming so'm bo'ladi. 3 yilda esa 4 million 320 ming so'm bo'ladi. Agar farq 300 ming so'm bo'lsa, 3 yilda 10 million so'mdan oshadi. Mana shuning uchun men bu masalani zudlik bilan ko'rib chiqish kerak deb aytayapman. Yana bir muhim o'zgarish shuki, ayrim ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida almashilsa ham, odamning o'zi tekshirmasa, xatolik uzoq vaqt bilinmay qolishi mumkin. Masalan, kimningdir ish staji elektron bazada 28 yil emas, 25 yil bo'lib ko'rinadi. Kimdir 1990 yillarda ishlagan tashkiloti tugatilgani sababli ma'lumotnoma ololmay yurgan bo'ladi. Kimdir harbiy xizmat davrini, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish davrini yoki farzand parvarishi davrini pensiya hisobiga qo'shish mumkinligini bilmaydi. Natijada odam o'z haqini kamroq oladi. Men birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqan insonlarga murojaat qilaman. Agar siz pensiyaga oxirgi 1-2 yil ichida chiqqan bo'lsangiz, pensiya tayinlanganda sizga qanday staj hisoblanganini, qaysi ish haqi davrlari olinganini, qaysi hujjatlar asos bo'lganini tekshiring. Chunki pensiya tayinlash jarayonida ko'p hujjat yig'iladi va ba'zida odam charchab, faqat pensiya chiqsa bo'ldi deb qoladi. Lekin keyin aniqlansa, bitta eski ish joyidan ma'lumotnoma yetishmagan, yuqori oylik olgan davr hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh pensiyasi juda past chiqqan pensionerlar. Agar siz uzoq yillar ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz kutilganidan ancha kam bo'lsa, bu holatni oddiy qabul qilmang. Albatta, pensiya miqdori faqat ishlagan yillar soniga bog'liq emas, ish haqi miqdori ham muhim. Lekin baribir 35 yil ishlagan odamning staji 22 yil deb hisoblangan bo'lsa, bu jiddiy muammo. Shuning uchun siz pensiya bo'limidan hisob-kitob asoslarini so'rashingiz kerak. 3-guruh eski davrda, ayniqsa 1980-1990, 2000 yillarning boshida turli korxonalarda ishlaganlar.
Bu davrlarda ko'p tashkilotlar nomini o'zgartirgan, birlashgan, tugatilgan yoki arxivga topshirilgan. Agar mehnat daftarchangizda muhr noaniq bo'lsa, lavozim nomi xato yozilgan bo'lsa yoki ishga kirgan chiqqan sanalar aniq ko'rinmasa, bu pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. 4-guruh ayollar. Ayniqsa bir nechta farzand tarbiyalagan onalar. Ko'p ayollar farzand parvarishi davri pensiya stajiga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Men ko'p holatda ko'rganman. Ayol kishi 25 yil ishlagan. Bundan tashqari farzand parvarishi davrlari ham bor, lekin u davrlarning hammasi to'g'ri kiritilmagan. Natijada pensiya kamroq chiqadi. Shu sababli tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi va boshqa hujjatlarni tartibga keltirish kerak. 5-guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalar. Bu yerda holatlar yanada nozik. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Tibbiy xulosa muddati yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandning o'qishi, yoshi, oilaviy holati kabi masalalar ta'sir qiladi. Agar bunday ma'lumotlar vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Men odamlarni keraksiz vahimaga solmoqchi emasman. Agar siz pensiyangizni muntazam olyapsiz, bank kartangiz ishlayapti. Pensiya miqdori oxirgi oshirilishlardan keyin to'g'ri o'zgargan. Stajingiz bo'yicha avval tekshiruv qilgansiz va hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, haddan tashqari xavotirga tushish shart emas. Lekin baribir yilga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirish foydadan xoli emas. Masalan, pensioner har oy pensiyasini o'z vaqtida oladi. Bank kartasi amal qiladi. Yashash joyi o'zgarmagan. Pasport yoki ID karta, ma'lumotlar yangilangan, telefon raqami ham faol. Bunday odamda odatda keskin muammo bo'lmaydi. Ammo agar shu inson kartasi muddati tugaganini bilmay qolsa, pensiya tushgan bo'lsa ham pulni yecha olmaydi. Yoki pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin ayrim tizimlarda eski ma'lumot qolgan bo'lsa, murojaat paytida o'rtacha muammo chiqishi mumkin. Birinchi misol. Tasavvur qiling, 37 yoshli aka 32 yil zavodda ishlagan. Pensiya chiqqanda unga 26 yil staj hisoblangan. U dastlab bunga e'tibor bermagan, chunki pensiya tayinlanganining o'zi unga yetarli ko'ringan. Keyin farzandi hujjatlarini ko'rib chiqib, 6 yil hisobga kirilmaganini sezgan. Sababi zavod bir vaqtlar nomini o'zgartirgan, mehnat daftarchasidagi muhr esa eski nomda qolgan. Arxivdan ma'lumotnoma olinib, pensiya qayta hisoblatilgan. Natijada pensiya oyiga sezilarli oshgan. Bu yerda asosiy dars shuki, eski ish joyi tugatilgan bo'lsa ham hujjat topish imkonsiz degani emas. Arxiv orqali izlash kerak. Ikkinchi misol, 62 yoshli opa maktabda va keyin bog'chada ishlagan. 3 farzandi bor. Pensiyaga chiqqanda u ayrim davrlar hisobga olinganini o'ylagan, lekin farzand parvarishi bilan bog'liq davrlarning bir qismi hujjat bilan tasdiqlanmagan. Tug'ilganlik guvohnomalari eski uyda qolgan. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, hujjatlarda ismning yozilishi bir joyda bir xil, boshqa joyda boshqacha bo'lgan. Bu mayda narsa emas. Pensiya bo'limi hujjatlarini aniq taqqoslaydi. Opa Zagzasdan takroriy guvohnoma oldi. Familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni qo'shdi va shundan keyin masala hal bo'ldi. Uchinchi misol. Bir pensioner bank kartasi muddati tugaganini sezmay qolgan. Pensiya tushgan, lekin kartadan foydalana olmagan. U pul kelmadi deb o'ylab vahimaga tushgan. Aslida to'lov bor, muammo faqat karta muddatida edi. Bankka borib kartani yangilagandan keyin puldan foydalanish imkoniyati tiklangan. Shuning uchun men doim aytaman. Kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Ayniqsa yosh katta insonlar kartadagi mayda yozuvni ko'rmasligi mumkin. Farzandlar, nabiralar yordam berishi kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilada farzand kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettiradi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Natijada to'lov bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Bu yerda hech kim yomon niyat qilmagan, shunchaki hujjat kechikkan. Lekin pensiya tizimida har bir asos hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Shuning uchun o'quv yili boshida ma'lumotnoma olishni kechiktirmaslik zarur. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nuanslarni tushuntiraman. Birinchi nuans, hamma ish davri avtomatik stajga qo'shilavermaydi. Agar ish haqi rasmiy bo'lmagan bo'lsa, mehnat shartnomasi tuzilmagan bo'lsa yoki korxona badallarini to'lamagan bo'lsa, shuning uchun hozir ishlayotgan yoshlar ham
Bundan xulosa qilishi kerak. Rasmiy ish, rasmiy maosh va hujjatli mehnat kelajakdagi pensiya uchun juda muhim. Ikkinchi nuans, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv aniq bo'lishi kerak. Sana buyruq raqami, lavozim, korxona muhri, rahbar yoki mas'ul shaxs imzosi noaniq bo'lsa, qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Ba'zi odamlar daftarchada yozilgan-ku deb o'ylaydi. Lekin yozuv chalkash bo'lsa, uni tasdiqlash kerak bo'ladi. Uchinchi nuans, familiya. Ism va otasining ismi turlicha yozilgan bo'lsa, bu jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Masalan, bir hujjatda Abdullayeva, boshqasida Abdullayeva, yana birida Abdullayeva N deb yozilgan bo'lsa, tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi yoki qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Bunday holatda shaxs tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. 4-nuans. Pensiya oshishi e'lon qilinganda hamma odamda oshish bir xil summa bo'lmasligi mumkin. Ba'zilar foizni noto'g'ri tushunadi. Masalan, pensiyalar ma'lum tartibda indeksatsiya qilinsa, kimningdir pensiyasi 1,5 ming so'mga, boshqasining pensiyasi 230 ming so'mga oshishi mumkin. Bu odamning oldingi pensiya miqdori va turga bog'liq. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirib darhol xulosa qilish to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l o'z hisobingizni alohida tekshirish. 5-nuans, boshqa daromad, ishga qaytish yoki ayrim ijtimoiy to'lovlar pensiya bilan bog'liq savollar tug'dirishi mumkin. Ayrim pensionerlar pensiyada bo'lsa ham ishlashni davom ettiradi. Bu holatda rasmiy ish, soliq va ijtimoiy ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Agar pensioner boshqa turdagi nafaqa yoki kompensatsiya olayotgan bo'lsa, ularning bir-biriga ta'siri bor yo'qligini aniqlash kerak. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan xato bu. Menga shunaqa hisoblashgan, demak to'g'ri bo'lsa kerak deb yurish. Hurmatli tomoshabin, davlat idorasida ham insonlar ishlaydi. Tizimda ham xatolik bo'lishi mumkin. Eski hujjatlarda ham kamchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshirish odobsizlik emas, bu sizning qonuniy huquqingiz. Ikkinchi xato, hujjatlarni uyda tartibsiz saqlash. Mehnat daftarchasi, pasport nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, diplom, harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomalari alohida papkada turishi kerak. Men tavsiya qilaman, har bir pensionerning uyida pensiya hujjatlari degan alohida papka bo'lsin. Unda asl hujjatlar va nusxalar ajratib qo'yilsin. Farzandlar ham bu papka qayerda ekanini bilsin. 3-xato, telefon orqali kelgan har qanday gapga ishonish. Hozir firibgarlar ko'paygan. Ular pensiyangiz oshadi, kompensatsiya chiqdi, kartangizni tasdiqlash kerak, SMS kodini ayting deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech qachon bank kartangiz raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni, PIN kodni begona odamga aytmang. Pensiya bo'yicha rasmiy masalalar telefon orqali karta kodini so'rash bilan hal qilinmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya idorasi o'zingiz murojaat qiling. 4-xato, murojaatni og'zaki qilish va javobni kutib yurish. Agar jiddiy masala bo'lsa, albatta yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda sana bo'ladi, mazmun bo'ladi. Qaysi hujjatlar ilova qilingani ko'rinadi. Shunda javob ham aniq bo'ladi. Og'zaki gap esa keyin isbotlanmaydi. Endi eng muhim qismingiz kerak. Birinchi qadam. Pensiya hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, diplom, harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar. O'qish joyidan ma'lumotnomalar bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, pensiya miqdoringiz oxirgi oyda qancha tushganini yozib oling. Bank ilovasidan, bankomatdan yoki bank filialidan ma'lumot oling. Agar naqd shaklda olsangiz, to'lov sanasi va miqdorini qayd qiling. O'tgan oylar bilan solishtiring. Pensiya oshirilgan davrlarda o'zgarish bo'lganmi, yo'qmi, tekshiring. 3-qadam. Pensiya bo'limiga yoki vakolatli ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilib, pensiyangiz qanday staj va qaysi ma'lumotlar asosida hisoblanganini so'rang. Buni xotirjam, aniq va madaniyat bilan qiling. Mening pensiyamni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Ish stajim va ish haqi davrlarim to'liq hisobga olinmaganini bilmoqchiman deb aytish mumkin. 4-qadam. Agar sizda hisobga kirmagan ish davri bor deb o'ylasangiz, arxivga murojaat qiling. Eski korxona nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, korxona joylashgan hududni yozib boring. Arxiv ma'lumotnomasi topilsa,
uni pensiya bo'limiga topshiring. Agar korxonanoma o'zgargan bo'lsa, o'ris tashkilot yoki hududiy arxiv orqali izlash kerak bo'ladi. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamingiz o'zingizniki va faolmi? Kartani boshqa odamga berib qo'ymaganmisiz? Ayniqsa yoshi katta insonlarning kartasi farzand yoki tanish qo'lda yurishi mumkin. Men bunday vaziyatlarda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Yordam boshqa, nazoratni yo'qotish boshqa. Pensioner o'z mablag'i qayerga tushayotganini bilishi kerak. 6-qadam, agar pensiya kamaygan, to'xtagan yoki tushmay qolgan bo'lsa, darhol sababini aniqlang. Keyingi oy tushib qolar deb kutib o'tirmang. Sabab karta muammosi bo'lishi mumkin. Hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangilanmagandir, o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagandir yoki boshqa texnik sabab bo'lishi mumkin. Sababni erta aniqlasangiz, muammo tezroq hal bo'ladi. Men sizga oddiy shaklini tushuntiraman. Murojaat boshida qaysi idoraga yozayotganingizni ko'rsating. Keyin o'zingizning familiya, ism, otangiz ismi, yashash manzilingiz, telefon raqamingizni yozing. Matnda esa aniq talab bo'lsin. Menga tayinlangan pensiya miqdori. Hisobga olingan ish staji, ish haqi davrlari va hujjatlar asosini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Agar aniq davr bo'lsa, 1980 yildan 1994 yilgacha falon korxonada ishlagan, davrim hisobga olingan olinmagani tekshirishni so'rayman deb yozing. Ilova qismida qaysi hujjatlarni qo'shganingizni sanang. Masalan, mehnat daftarchasi nusxasi, pasport nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi nusxasi, farzand tug'ilganlik guvohnomasi nusxasi. Murojaatning oxirida sana va imzo bo'lsin. Agar elektron murojaat yuborsangiz ham mat aniq bo'lishi kerak. Pensiyam kam. Ko'rib bering degan umumiy gapdan ko'ra, qaysi davr, qaysi hujjat, qaysi masala deb yozilsa, natija yaxshiroq bo'ladi. Men farzandlarga ham murojaat qilmoqchiman. Ota-onangiz pensiyada bo'lsa, faqat pul tushyaptimi? Yo'qmi deb so'rash yetarli emas. Ularning hujjatlarini bir marta tartiblab bering. Bank kartasi muddati, telefon raqami, pasport ma'lumotlari, pensiya miqdori, eski mehnat daftarchasi, arxiv hujjatlari hammasini ko'rib chiqing. Ko'pincha keksa insonlar idoraga borishga uyaladi, savol berishga tortinadi yoki meni ovora qilishadi deb o'ylaydi. Siz ularga yordam bering. Lekin yordam berayotganda pensionerning roziligi va manfaatini birinchi o'ringa qo'ying. Uning kartasini nazoratsiz olib qo'yish, pensiyasini o'zboshimchalik bilan ishlatish, hujjatlarni yashirish to'g'ri emas. Pensionerning shaxsiy mablag'i. Farzand yordamchi bo'lishi kerak, egasi emas. Yana bir maslahat, har qanday o'zgarishni yozib boring. Pensiya qachon oshdi? Qancha tushdi? Qaysi idoraga qachon murojaat qilindi? Qanday javob olindi? Qaysi hujjat topshirildi? Oddiy daftar tuting. Bu daftar keyin juda foyda beradi. Chunki yoshi katta odam hamma masalani eslab qolmasligi mumkin. Bu mavzuni alohida aytmasam bo'lmaydi. Pensiya mavzusi firibgarlar uchun eng qulay yo'nalishlardan biri bo'lib qoldi. Ular pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Sizga qo'shimcha pul chiqdi. Pensiyangizni oshirib beramiz. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting. Hujjatlaringizni tezlashtirib beramiz degan gaplar bilan aldashadi. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman, rasmiy idora sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. SMS kodni aytish bu pulingizni begona odamga topshirish bilan barobar. Agar kimdir pul evaziga pensiyani oshirib berishni va'da qilsa, juda ehtiyot bo'ling. Pensiya faqat qonuniy hujjatlar. Staj va belgilangan tartib asosida qayta hisoblanadi. Hech qanday tanish bilish, yashirin to'lov yoki tezlashtirish degan gapga ishonmang. Agar sizga shunday taklif bo'lsa, rasmiy idoraga murojaat qiling yoki yaqinlaringiz bilan maslahat qiling. Bugungi gapimning asosiy ma'nosi shuki, har bir pensioner o'z pensiyasini tekshirishga haqli va buni kechiktirmasligi kerak. Pensiya miqdori, ish staji, hujjatlar, bank kartasi. Shaxsiy ma'lumotlar va qo'shimcha asoslar tartibda bo'lsa, odam xotirjam bo'ladi. Agar xatolik bo'lsa, uni vaqtida aniqlash katta yo'qotishlarning oldini oladi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya miqdorini tekshiring. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Arxiv ma'lumotlarini izlang va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularga bu videodagi gaplarni tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda hech qachon xatolik bo'lganmi? Stajingiz to'liq hisoblanganmi?
bank kartasi yoki hujjatlar bilan muammo bo'lganmi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner tanishlaringizga yuboring, chunki bu masala haqiqatan ham har bir oilaga tegishli.